La tuftahannal Konstantiniyatu dedi Rasululloh. Bizning mazhabimiz haqida payg'ambarimizning bashorati bor. Bizning aqidamiz haqida payg'ambarimiz bashorati bor. Hadis bor. Moturidi Hanafiyya. Payg'ambarimiz aytdilar, la tuftahannal Konstantiniya. Konstantinopol albatta fath qilinadi. Konstantinopol albatta fath qilinadi. Naqadar zo'r amir u amir, naqadar zo'r qo'shin u qo'shin. 800 yildan keyin bu hadis ro'yobga tushdi. Sahobalar olisha olmadi, tobiinlar olisha olmadi. Bir necha marta musulmonlar katta qo'shin bilan borib Konstantinopolni, hozirgi Istanbulda ola olmadi. Lekin Imom Muhammad Fotih Mehmet Sulton ikkinchi ol. Savol. Qaysi mazhabda bo'lgan? Hanafiy mazhab. Qaysi aqidada bo'lgan? Assalomu alaykum.